Payg'ambarimiz alayhissalom huzurlariga sahobiylar kelib, "Ya Rasululloh, eng afzal amal qaysi amal?" deb so'rashganda, "As-solatu li vaqtiha", namozni o'z vaqtida o'qish dedilar. Keyin qaysi deb so'rashganda, "Birrul volidayn" dedilar. Ota-onani xizmatini qilish. Ko'ryapsizmi? Namozdan keyingi muhim ishimiz otamiz, onamiz ekan. Hozir namozga salom berib chiqdingizmi? Namozdan keyin muhim ishimiz ota-onamiz. Yeri ko'kni ibodatga to'ldirib yormaymizmi? Saxovatga to'ldirib yormaymizmi? Ota-ona rozi bo'lmasa, Alloh rozi bo'lmaydi azizlar. Ota-ona rozi bo'lsa, Alloh rozi bo'ladi. El yurt rozi bo'ladi. O'zimizdan o'zimiz rozi bo'lamiz. Ha, bularni xizmatini o'rniga qo'yib bo'ladimi axir?